Assalomu alaykum. Men Ro'zmet Rahimboy Ozodovich, bolalar reanimatolog, anesteziolog, pediatriman. Shu sohada 15 yillik tajribaga egaman. Hozirda Dobry Doktor Aybaylit klinikasining bosh shifokoriman. Bizning klinikamiz bolalarga somatik yo'nalishda 24 soat xizmat ko'rsatishga ixtisoslashtirilgan. Klinika bolalarga to'g'ri tashxis qo'yish hamda davolash uchun zamonaviy tekshirish usullari hamda texnikasi bilan jihozlangan. Klinikamizda ko'p yillik tajribaga ega malakali shifokor hamda hamshiralar faoliyat olib bormoqda. Klinikada quyidagi yo'nalishlarda shifokorlar xizmat ko'rsatadi. Bular pediatriya yo'nalishi, bolalar va katta yoshdagilar uchun lor, bolalar va katta yoshdagilar uchun nevrolog xizmatlari, bolalar va katta yoshdagilar uchun oftalmolog xizmati, bolalar ortopedi, bolalar massaji, laboratoriya tekshiruvlari, ozonoterapiya, infuzon muolajalar o'tkazish uchun xonalar hamda og'ir bemorlar yotib davolanishi uchun qulay sharoitlarga ega xonalarimiz mavjud. Klinikamizda yotib davolanayotgan bemorlarimiz uchun oshpazlarimiz 4 mahal issiq taom tayyorlashadi. Klinikamizda pediatriya yo'nalishi hamda lor yo'nalishi bo'yicha shifokorlarimiz 24 ga 7 ish faoliyatini olib borishadi. Agar siz ham farzandingizda kasallik alomatlarini sezadigan bo'lsangiz, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning malakali shifokor, g'amxo'r hamshiralarimiz siz uchun doimo tayyor.